Hazillashyaptimi bular? 200 kishiga 170 ming so'mdan VIP stol ham bo'ladimi? Yana Toshkent shahrida, so'rab ko'ramiz. Hamma narsa chiqdimi? Ormanglar aka. Assalomu alaykum. Charchamasizlar, sizlar hazillashyapsizlarmi yo, aldovsizlarmi hammani? Qanaqa 170 ming so'mdan bu 400-500 minglik stol, aka? Hech kimni aldamayapmiz a. Xuddi ko'rib turgan stolingiz 170 ming so'mdan kishi boshiga 204 ta kishiga amal qildi. Men monitorni ko'ryapsizmi? Bu ham 400-500 dollar bo'lsa kerak. Yo'q, mana shu monitor ham, bu monitor ham, napitkalar ham, chaqchuqlar ham ichida bonus qilib beryapmiz. Gap yo'q. Qachongacha amal qiladi, aka? Browser tugagungacha ham qaysi oyga yozdirsanglar, may, aprel, iyul farqi yo'q. Farqi yo'q. Browser oy tugaguncha. Xuddi shunaqa. Gap yo'q lekin. VIP stol tushundim. Ana hamma narsasi ichida qilib beryapti. Boshqa to'yxonalarni artist mashina o'sha variantlarni ish bilan aka 200 kishiga. Xo'p, 200 kishiga 48 million so'm qilib beryapmiz. Uning ichiga quyidagilar kiradi. Quyidagilarga avtobus, avtokortej, video foto albomlar, dijuniy san'atkorlar, uy farmlanasi, karnesiy xizmatlar, onalarga gul, kelinga gul, raqqosa qizlar, undan tashqari taklifnoma, kelin-kuyov aylanish fotosessiyalari ham ichida bo'ladi. Gap yo'q. Hammasi ichida 48 million 4 ming dollarginami. Faqat shoshib. Mana aka 5. Bizlar hamma kuzatadi. Ro'za oy tugaguncha kim yozdirsa yozdirib olsin, xohlagan chistosini bron qildirishi mumkin. Quyidagi raqamga murojaat qilib, o'z kuninglarni bron qildiringlar. Videoni to'y qilmoqchi bo'lgan tanishlariga tez jo'natib qo'yinglar.